kim gapiryapti? Men seni to'g'ri miyamman. Meni miyam? Ha, seni umuman ishlamaydigan miyamman. Unda aytchi, mashina sotsam, yutqizgan pullarimni toparlaymanmi? Odamlar uyni sotib bankrontga botib ketyapti. Buning chirib ketibdi-yu. Voy bolam, darvoza qani darvoza? Voy, ot qo'ltig'i. Shuni ham yutkizib yubordingmi? Miyam ishlamayapti-da, dada. Endi tutording. Tezda joyiga qo'yib bo'ptimi? Miyani tosh bilan chaqaman. Tuqumingga qo'shib. Oh my god. Meni ishlatsan tezroq ishla. Ishlamaydi. Ana bu boshqa gap. Mana darvozachi gaplar. Aka, meni qutqarmasangiz bo'lmaydi. Sroshni darvozangiz bormi? Aka, bir hafta 10 kunda qilib beramiz. Bir hafta 10 kun hozir men miyam bilan kelishib olay. Miyam, nima qilamiz? Senga Sroshni qadam to'b beradi bular. Kecha kundimizni qistamiz. Asakada eng kuchli darvozachi Xushnudbek aka bo'ladi. Yo'q-e. Kvadrati 500 mingdan boshlanadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradi. Yana nima qilyapsan? Darvozaga pulimiz yetmaydi, ko'paytirish kerak buni. O'ynamaysiz o'rmondani. O'ynamasak bo'lmaydi-da. Yana yutkizdi. Miyam, endi nima qilamiz? Miyam qisib qopti-yu. To'xtashlarda ikkita qopni uylanmagan dedi. Ular ham uylangan, uydagilari bilmaydi xolos, o'g'lim. Yo'q dedi. Hay, 93lar uyda bo'ydoq, ko'chada ikkitadan bolasi bor. Uydagilari qiz topolmay ovora, bular spokойно yashab yuribdi. To'xtashlar yomon to'y kiygansizlar. Ajab bo'lsin, sizga bu ham kam ajab bo'lsin. Meni boqadigan o'g'lim. Katta bo'lsa men ham boqaman. Nogironmasman, meni ham erkalab ko'ring. Endi siz katta bo'lib qolish bo'ldi. Qonim ochdi dedi. Turkiz artist ukasi ham. Boring noqachib turing. Unda non qolmabdi dedi. Unda boring do'konga chiqib olib keling. Ukam tug'ildi. Vafsha o'zgarib ketdingiz dedi. О, мальчик, помоги! Деньги дай, qornim ochiluvich. O'zim ham qonim och, senlarga pul bersam, darrov cho'lasanlar alkashlar. Mальчик, meni ham 6 yoshli o'g'lim bor edi. O'g'irlab ketishgan. Hadi shu alkash meni dadam bo'lsa-ya. Papa! Ivanushka, это senmi? Papa, o'zimni papa. О, сынок. Muncha xasib ketding, papa? Не знаю, это называется пешана takdir. Papa, смотри, я блогер. Ну? Dadam asaka aylanish, delfin, gilam yuvish sexida ishlaydi. Vodiy bo'ylab gilam, to'shak, ko'rpa, adyol nima bo'lsa olib kelib yuvib, uzog'i 3-4 kunda yetkazib beramiz. Что такое? Реклама, что ли? Chivosmi? Undami ko'p. Divan kreslosini mebelni u yoqqa bu yoqqa siljitishga eringanlar uchun o'zimiz buni apparatlarimiz bilan olib borib, химический qilib, toza qilib yuvib kelamiz. Zastavka tekin. Все блогеры реклама делаешь, надоело уже. Papa, nimcha ne davoysan? Фу, да пошел ты вон! Sen pashol! 95larda har yam uylanmagan bor ekan dedi. Ola, to'y qilgani pulimiz yo'qdir-da. 95larda hamma yo'g'i bor dedi. Uylangan qiz yo'q, qiz. Unaqa bo'lsa bitta bolasi bor xotinni olaversin, bo'laveradi. 95larda bilmasdi dedi. Ay, qonim og'riyapti olam. Piyoda chiqing, liftdan chiqmang dedi. 9-etajga ulgurmayman. Ana, sizga nima dedim? Seni to'shtani. O'chashganda nima bo'lsa bo'ldi. Teskari qarab turing. Qorong'udan qayerga qarayman? Qayer sasiyapti? Hozir nima qildingiz, dada? Ichingizda it olganmi? Sizga mazada o'g'lim. Sizda pipito tagliklaringiz bor. Sasib ham, toshib ham chiqmaydi. Keyin har xil reaksiya ham chaqirmaydi. Men-chi men. Qachongacha mana shunaqa qilib yuraman? Nima bu dada?
san'at asari. Qochib turing og'zimni irg'itib yuboramiz. Nima bu? Boring o'g'lim, mayga kirib tuxum bilan kalbasi yozdirib chiqdi. Meni qarzim bor, boring. Qanday kama, meni ham qarzim bor-ku dada. Bu yerda qarzing yo'qdir dada. Bu yerda qarzim yo'q meni. Ayaz yozdirib chiqibdi-da, mana shu yerda. Dunyoda nima qilyapsizlar dada? Siz bor ekan-ku dada, ochimizni o'ldirib yubormang endi. Pul bor, borlikka bor. Bergim kelmaydi-da, bergim.